Assalomu alaykum Norbek aka. Assalomu alaykum. Obunachilarimiz o'rtasidan savol kelibdi. Holter apparati haqida. U o'zi qanday apparat, nimalarga yordam beradi, nima afzalliklari bor? Shu haqida ikki og'iz aytib o'tsangiz. Holter apparati 24 soatlik EKG apparati hisoblanadi. U yurakni 24 soat davomida elektrokardiografiya tekshiruvini o'tkazadi. Sizga keling bir qiziq holatni ko'rsataman. Bemorimiz yosh ayol kishi. Hech qanaqa shikoyatlarsiz kelganlar. Holter apparatida yuraklari 4-7 sekundga to'xtab, mana shu hozir bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu chiziqlar har biri yurakni bir qisqarishi. Mana shu joyda yurak qisqarmasdan yana bir qisqargan. Keyingi to'xtash ham 1-8 sekund davom etib, keyin yana yurak o'z faoliyatini davom ettirgan. Demak, shu jarayonni Holter apparat tekshirib bergan. Ha, bu narsani monitoringini Holter apparatida qilinadi. Yurakdan hech qanaqa bezovtalik shikoyatlar bo'lmagan bemorlarimizga ham 100% yuraklarini sog'lomligini tekshirish uchun Holter apparati tavsiya qilamiz.